2 yildan keyin nasib xudo xohlasa men bilan bunaqa qilib ohangda gaplasha olmaysizlar. Men ruxsat ham bermayman bunaqa gaplashishlarga nasib bo'lsa 2 yildan keyin. Bunaqa ohangda, bunaqa har xil so'z gapirishlaringga ruxsat ham bermayman. Dostum kelajakda qanaqa vrach bo'lmoqchisan? Bu nimasi? Darsda ham uxlaydimi odam? Hech bo'lmasa mavzu nimaligini bilasanmi? Bilaman, ustoz, mavzuni bilaman. Yurak qon tomir kasalliklari ustoz bugungi mavzu. Islom, birinchidan darsimga uxlab yotibsiz, ikkinchidan darsimga tayyor emassiz, uchinchidan darsga nisbatan hurmatsizlik qilyapsiz. Hozir o'zida chiqib keting sinfdan. Ustoz, Chiqib keting. ustozlar hech qachon tushunmaydilar o'zi. Ustoz, hali qarab turing. Zo'r ginekolog bo'laman, qo'limga tushasiz. Мои кайф заработан потом и кровью.